Hozirgi kunda Real Madridda juda ham katta inqiroz yuz bermoqda. Real Madridning deyarli 95% futbolchisi jarohat olgan lazaretda. Ayrimlari esa qizil kartochka sababli bugungi Alavesga qarshi La Liganing 16-tur doirasidagi o'yinda Real Madridga yordam bera olmaydi. Aynan Fran Garsiyaning qo'sh tirnoq ichida chiqib qo'ygani, Alvaro Carrerasning tilini tiyib tura olmaganligi sababli bugun Real Madrid juda ham qiyin ahvolga tushib qoldi. Xavi Alonso deyarli qiyin ahvolda. Bugun unga so'nggi imkoniyat berilgan. Bugun Alvaro Carreras hamda Fran Garsiyalarning juda katta nuqta qo'yib qo'yganligi evaziga bugun Xavi Alonso tarkibda katta o'zgarishlar qilishi kutilmoqda. Ten Hag'ning bugungi o'yinda yordam bera olishi so'roq ostida. Hali bilmaymiz. Tarkib chiqishiga yana 1 soat qoldi, o'yin boshlanishiga 2 soat qoldi.